Birlashgan Millatlar Tashkilotining faoliyati yoki u yerda O'zbekiston rahbariyatining chiqishini o'sha mustaqillik yillaridan beri men kuzatib kelaman. O'tgan agar biz 1991-yildan beri Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi bo'ladigan bo'lsak, 2015-16-yilgacha bu yerda mana shu O'zbekiston rahbariyatining chiqishi natijasida 2 yoki 3 rezolyutsiya qabul qilingan. 8 yil davomida mana shu hurmatli prezidentimizning 72, 73, 76, 78 va 80 sessiyasida qatnashishi, ularni ko'tarib chiqqan muammolarni hal qilishlari bo'yicha 13 ga yaqin rezolyutsiya qabul qilindi. O'zbekistonni dunyo taniyapti, tan olyapti va tan beryapti. Chunki bu yerda nafaqat O'zbekistonni mana shu tashqi siyosati, balki mintaqaviy muammolarni ko'tarib chiqish, bu yerdagi muammolarni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib butun dunyoga yetkazish, mana shu Orol muammolari 16-yilgacha bo'lgan mana shu Markaziy Osiyodagi siyosiy, iqtisodiy jarayonlar, qo'shnilarimiz bilan o'rtamizdagi mana shu muammolarni hal qilishida men hurmatli prezidentimizning asosiy mana shu jarayonni boshlab bergan shaxs sifatida bilaman. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan bo'lgan jarayonni shaxsan o'zim kuzatib bordim. Avvalo hurmatli prezidentimiz bugungi kunda mana shu Donald Trumpning globallashuv jarayonida uni tinchlikni saqlash rolini juda ham bir tushunarli qilib prezidentga nima qilib berdilar. Bir tomonlama yondashuv bo'lib kelayotgan edi. Bugun mana shu bo'layotgan munosabatlarda ikki tomonni ham maqsadini o'rganib chiqib, adolatli bir yechim topish aytib o'tdilar. Undan tashqari Trump janob oliylari ham mana shu hurmatli prezidentimizni O'zbekistonda olib borilayotgan, Markaziy Osiyoda olib borayotgan iqtisodiy siyosiy takliflarini har doim qo'llab-quvvatlab kelayotganligi, Amerika Qo'shma Shtatlari vakilining aytishi bo'yicha mana yaqin vaqtlar ichida mana shu Trumpning tashrifi O'rta Osiyo respublikalari, shu jumladan O'zbekistonga ham kiritilganligini alohida ta'kidlab o'tish mumkin. Ular so'zlarining oxirida hurmatli prezidentimiz to'g'risida to'xtalib o'tib, katta hurmatga sazovor inson deb ta'kidlab o'tdilar.